Hozirgi kundagi yangi tadbirkorlar haqida kichik video tayyorladim. Agar siz tadbirkor bo'lsangiz, 5 daqiqa vaqtingizni ajrating, o'zingiz uchun foydali insight olasiz. Ismim Asilbek Zuhurov, 5 yillik tajribaga ega tadbirkorman, marketing sohasi bilan ham shug'ullanaman. Bu monopodkast loyihasi, bu yerda qiziqarli g'oyalar va fikrlar bilan bo'lishaman. Bu video aynan siz hozirgi kunda biznes qilayotgan bo'lsangiz, sizga tegishli. Hozir O'zbekistonda yangi tadbirkorlar avlodi paydo bo'lyapti. 90-yillardagi tadbirkorlar ham hozir bor. Ular haligacha aktiv. Ayrimlari bizneslarini yoshroq tadbirkorga topshirgan. Va menimcha nega ayrim bizneslar o'smayotganini ko'p holatda aynan shu fikrlash bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu tadbirkorlar hozir aytganimdek ikkiga bo'linadi. Ularni o'ziga yarasha qo'rquv, ishonchlari, o'ziga bo'lgan o'sish faktorlari bor. Bu videomiz shu haqida bo'ladi. Birinchi turdagi tadbirkordan boshlaymiz. Oilaviy biznesni davom ettirayotgan tadbirkorlar haqida. Ko'p holatda ular birinchi katta kapitalni o'zi qilmagan bo'ladi. Ya'ni birinchi 100 ming, 150 ming, 500 ming dollargacha pullarni, katta kapitallarni allaqachon oilada bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ular ishlab topmagan bo'ladi. Bular biznes boshlamagan, lekin davom ettirgan. Aniqroq qilib aytsak, davom ettira olgan tadbirkorlar hisoblanadi va katta ehtimol bilan ular bu videoni ham ko'rmaydi. Sababini hozir tushuntiraman. Bularni ham ichida ikki turga bo'lish mumkin. Birinchi tur bor biznesni shunchaki ushlab yashab yuradiganlar, ikkinchisi esa shu biznesni rivojlantirishga harakat qilayotganlar. Lekin men ko'rayotgan umumiy tendensiya shuki, bu toifadagi tadbirkorlarda o'sishga ichki motivatsiya juda kuchli emas. Motivatsiya bor, lekin juda kuchli emas. Bilimga ham juda chanqoq emas. Aynan shu toifa ko'proq biznes trenerlar, motivator deydigan qatlam bo'ladi. Sababi ular boshqa muhitda katta bo'lgan. Ularning ota-onalari davrlarida hozirgidek biznes yuritish uchun bilim kerak bo'lmagan. Shuni tushuning, ularga bilim kerak bo'lmagan. Sotuv bilimi, marketing bilimi degan hozir so'zlar bor. Ularga bu gaplar uncha yoqmaydi. Ular real pulni real ishlab topishgan, ular faqat qo'llari bilan ushlab ko'radigan, ko'zga ko'rinadigan narsaga ishonishadi. Ularda pul topsam bo'ladimi degan ichki qo'rquv yo'q. Pul ular uchun noodatiy narsa emas. Sababi katta pullar atrofida katta bo'lishgan. Shu sabab ularda puldan qo'rqish sindromi deyarli bo'lmaydi. Buni esda saqlab qoling. Hozir keyingi suhbatlarimizda bu fakt kerak bo'ladi va bu aslida juda katta plus. Lekin ularda boshqa muammoni ko'ryapman. Bu ham rivojlanishga bo'lgan katta xohish va harakat yo'qligi. Harakat bor, xohish bor, lekin juda ham katta emas. Ko'p holatda biznes pasaysa yoki savdo tushsa yoki biznesda qanaqadir muammo bo'lsa, biror mutaxassis chaqirishadi. Bunaqa tadbirkorlar reklama qilishadi, qaysidir reklama instrumentlarini ishlatib ko'rishadi, qaysidir biznes instrumentlarini qo'llaydilar. Hammasi joyiga tushgandan keyin esa yana eski rejimga qaytishadi. Va men ko'rgan eng qiziq joy, ularda katta kompaniya qurish imkoniyati ko'proq bo'lsa ham, ko'pchiligi bunga tirishib harakat qilmaydi. Hammasi ham emas albatta, ko'pchiligi. Bunaqa insonlar orasida ham katta kompaniya egalari bor. Menimcha ular rivojlanishni juda ham xohlashmasliklari sababi oddiy. Maslow piramidasidagi asosiy ehtiyojlari allaqachon yopilgan, ya'ni birinchi, ikkinchi qavat ehtiyojlari yopilgan. Ichki ochlik natijaga erishish kuchli emas shu sabab. Biz hozir birinchi turdagi tadbirkor haqida gaplashdik. Umumiy portret bu biznes boshlamagan, lekin davom ettirayotgan tadbirkor. O'zini dunyoqarashi bor, otasidan olgan qanaqadir tajribalari bor, bilimlari bor. Aynan otasi bergan ustanovkalar sabab kelajakka kattaroq natijaga intilishi qiyin. Yana o'sishdan to'sadigan narsa birlamchi ehtiyojlari qondirilganligi. Endi ikkinchi tur haqida gaplashamiz. Bular self-made tadbirkorlar. Mana shu toifadagi hozir juda tez ko'payayotgan tadbirkorlar turi bo'ladi. Bular asosan oxirgi 10-15 yilda biznes boshlagan odamlar. Ko'pchiligi hozir aktiv o'sish davrida. Va men ko'rayotgan asosiy farq, ular juda energiyali, bilimga chanqoq, brend qurishga qiziqadi, kompaniya qurishga qiziqadi, tizim bilan shug'ullanadi. Aynan shu toifadagi tadbirkorlar eng ko'p kurslarga qatnaydi, ya'ni o'qishlarga qatnaydi. Biznes rivojlanish haqidagi kurslarga eng ko'p qatnaydigan aynan shular.
Podkast ko'ruvchilar asosan shular vaqtini unumli sarflashga harakat qiladigan insonlar ham aynan ikkinchi turdagi tadbirkorlar. Sababi ular hali tajriba bo'lsa bo'ldi degan ishonchga to'liq kirib ulgurmagan. Ular bilim va tizim rivojlanish kaliti deb o'ylaydi. Bu aslida yomon emas, faqat farqi bor. Yuqoridagi birinchi toifa tadbirkorlar o'rnak oladigan, misol bo'la oladigan ko'plab holatlarni ko'rishgan. Shu asosida ularga ishonch rivojlangan. Ikkinchi toifadagi, ya'ni biz hozir aytib berayotgan toifadagi tadbirkor esa oldindan tajribasi kuchli emas. Shu sabab barcha yangiliklar ularga qiziq. Yana bir fakt, oxirgi 10 yilda O'zbekistondagi katta yangi brendlarning ko'pi aynan shu ikkinchi toifadagi qatlamdan chiqdi. Ular riskdan qo'rqmaydi. Ularning ko'pchiligida odatda chet elda qaysidir sohalarda ishlab kelishgan. Ya'ni ikkinchi toifadagi tadbirkor chet elda qachondir qaysidir ishda ishlab kelgan. Yoki O'zbekistonda va yana O'zbekistonda bir ikkita biznes ham qilib ko'rishgan. Ular bizneslar o'xshamagan. Eng muhimi, ular harakat qiladi. Sababi ular noldan chiqqan. Lekin bu toifadagi tadbirkorning katta minus tomoni bor va bu ularni eng orqaga tortuvchi faktorlardan biri. Bu ham esa puldan qo'rqish muhiti bo'lgan. Yaqinlari oilada puldan qo'rquvlar bo'lgan, yoshlikdan noto'g'ri ustanovkalar qo'yishgan. Bular biznes boshlamagan, lekin ular shu ichki qo'rquvni yengib biznesga kirgan yoki majburlikdan qaysidir sabab bilan kirib qolishgan. Bu toifadagi tadbirkorning asosiy muammosi bir payt kelib ular shiftga uriladi. Ya'ni patolog ularda bor. Odatda qaysidir pulga yetganda, qaysidir daromad darajasiga yetganda to'xtashadi. Bu hammada har xil summa bo'ladi. Kimdir 10 ming dollar oylik foydaga chiqsa to'xtaydi, kimdir 100 mingda to'xtaydi. Oldingi ochlik kamayadi, oldingi energiya pasayadi. Buni yechimi menimcha doim patologni ko'tarib turish, ko'p daromad topadigan tadbirkorlar bilan suhbat qurish. Ya'ni umumiy mantiq bu toifa doim pul patologini stimulyatsiyasiga muhtoj, ya'ni pul patologini doim ko'tarib turishi kerak. Menimcha ularga eng yaxshi ustoz birinchi toifadagi katta daromad topadigan tadbirkor bo'ladi. Ya'ni biz hozir suhbatimiz boshida gaplashgan birinchi toifadagi tadbirkor ikkinchi toifadagi tadbirkorga juda ham yaxshi ustoz bo'la oladi. Sabab ular oddiyroq, ko'p ham chuqurlashmasdan yashaydi. Biz hozir ikkinchi turdagi tadbirkor haqida gaplashdik. Bularni umumlashtirsak, bular yangi biznes boshlaganlar. Oldin o'zlari bir ikkita biznes qilib ko'rishgan, tajriba faqat o'zlarida bor, o'rnak olish biznesda uydan bo'lmagan. Shu sabab bilimga intilishadi. Asosiy to'siqlari pul topishda patologlari pastroq, lekin ishtiyoq baland. Ya'ni ma'lum joyga kelib, aynan patologlariga yetganda to'xtashlari mumkin. Shu sabab bu toifadagi tadbirkorlarga doimiy stimulyatsiya kerak. Bu esa ko'proq pul topadigan boshqa tadbirkor ustozlik qilishi yoki kontaktda bo'lishini anglatadi. Men o'zimcha shunday buni tushundim. Aslida juda qiziq hozir davr kelyapti. Eski avlod tajribasi bilan yangi avlod tezligi aralashyapti. Menimcha kelajakdagi eng kuchli tadbirkor bu ikkalasining kuchli tomonini olgan odam bo'ladi. Eski avlodning sovuq tajribasi, yangi avlodning energiyasi. Mana shu joyda kuchli kombinatsiya deb o'ylayman. Bu yerda yana meni fikrim network kerak. Ya'ni tadbirkorlar bir-biri bilan jipslashib ko'proq suhbat qurishlari kerak. Umuman olganda hozir juda ideal davr. Hali ko'p bozorlar shakllanmagan. Hali katta brendlar qurish mumkin. Hali yangi o'yinchilar chiqishi mumkin. Hali ko'pchilikda bozorda joy bor. Videoni qilishdan maqsadim yosh tadbirkor bo'lsangiz zaif va kuchli tomoningizni ko'rsatish edi. Shunchaki men fikrim bo'yicha sizga ko'rsatdim. Sababi ayrim holatda haqiqiy ko'rinish chetdan tashlangan nazar bo'ladi. Agar sizda pul bo'lsa, lekin harakat bo'lmasa, ochlik kerak bo'lishi mumkin. Ya'ni sizda pul bor, harakatingiz yo'q. Demak, sizda qanaqadir stimulyatsiya kerak. Agar energiyangiz ko'p bo'lsa, lekin tizimingiz, tartibingiz bo'lmasa, intizom, ya'ni disiplina kerak bo'lishi mumkin. Agar siz yana boshqa turdagi tadbirkorlarni, O'zbekistondagi tadbirkorlarni bilsangiz, yana boshqa
turdagilari bor deb o'ylasangiz, shunaqa fikringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib, ozgina bo'lsa ham xarakteristika qoldiring. Menga albatta qiziq bo'ladi, har bir izohlarni kuzatib boraman. E'tiboringiz uchun rahmat.